Amir Temur Loy jangida yengilmas armiyasi Balchiqqa botib qirib tashlanayotganda uni dushman ichida yolg'iz tashlab qochgan xoin kim edi? Ishonish qiyin. Ammo bu uning eng yaqin do'sti Amir Husayn edi. U qochgach, yosh Temur Qonxo'rxon Ilyos xo'ja qurshovida qolib ketdi. Ammo u taslim bo'lmadi. U shunday jahl bilan jang qildiki, Xon Ilyos xo'janing o'zi ham unga yaqinlashishga qo'rqardi. Lekin kuchlar teng emasdi. Sodiq amirlari Malik va Hamdami yolborgachgina u chekinishga ko'ndi. Tunda kutilmagan mo'jiza yuz berdi. Jala va Balchiq dushmanni ham butunlay holdan to'ydirgan. Ular qonli loy ustidayoq qulab uxlab qolishgandi. Temur shu zimistondan foydalanib daryoni kechib o'tdi va qopqondan qutuldi. Ammo g'alaba qildim deb o'ylagan Ilyos xo'janing qismati ne kechdi? U Samarqandga bostirib borganda ilohiy jazo keldi. Mudhish vabo tarqalib, uning barcha otlari qirilib ketdi. Dunyoni titratmoqchi bo'lgan G'olibxon sharmandalarcha o'z egar jabduqlarini orqalab piyoda qochishga majbur bo'ldi. Ammo shu qonli loy ichida hammaga ishonuvchi yosh yigit o'ldi va o'rniga dunyoni yondiruvchi yengilmas Jahongir tug'ildi. Xo'sh, xiyonatkor Amir Husaynning qismati ne kechdi? Temurning olovli qasosini o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling.